Hammaga assalomu alaykum. YouTube ahli yaxshimisiz, tinchmisizlar? Geji kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi o'yinimiz legendarniy o'sha Counter Strike 1.6 o'sha katta akalarimiz otishadigan legendarniy o'yin. Biza bugun videomiz mavzusi mana shu o'yinda challenge qilamiz. Ya'ni qanaqa challenge? Challengeimiz 3 ta botga qarshi qiyin rejimiga qo'yamiz. 3 ta botga qarshi o'zimiz o'ynab ko'ramiz. 3 ta bot kuchliroqmi yoki odam kuchliroqmi? Hop, nikimizga Geji deb yozamiz. Ya'ni kanalimiz nomi. Keyin bosamiz. Hop. Bu yerdan ham e'tibor bermaysizlar yoki bu yerdan ham Geji deb yozib qo'ysak, yaxshi bo'lardi. Hop. Terrorist biza Fitness bo'lsa ham bo'laveradi. Fitnessga mana o'xshagan bo'laveradi. O'tadigan o'xshagan bo'ladi. Shunda biz terrorist bo'lamiz. Mana rejimlardan eng qiyiniga tanlaymiz. 3 ta bot. Hop, zapiska bosib o'yinni boshlaymiz. Hop, kanalimizda yangi bo'lganlar kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu sizlar uchun oddiy narsa, bir narsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishinglar. Lekin menga katta motivatsiya bo'ladi. Yana yangi videolarni chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hop, mana o'yinimizni boshladik. 3 ta botga qarshi haqiqiy odam. O'yinimni qachaytirib unchalik zo'r o'ynayapman, o'z balam ko'p ketdi. O'yinim juda bot emas, juda yomon emas, lekin Avpasim bekorga xor bo'lsin. Avpadan turib mashina anglatamizmi, o'rtoqlar? Ko'proq bu o'yinni akalar ko'rsa kerak, akalar. Toshkentli bu akalar deyishda nito. Avpada lekin unchalik zo'r o'ynayolmayman. Urolmay qolishim ham mumkin. Urolmay qolsam xafa bo'lmaysiz. Turardi bu krisam bak. Bomba qo'y bratga. Hop. 5 ta round o'ynab ko'ramiz. Yo'q, bu pistoletni turibsiz. Jon ketdi, pistoletni ham qamalasangiz bo'ladi, yonib borib endi. Bakka o'ynatib qo'ysa bo'ladi. Aktrisa. Hop, yaxshi birinchi round o'zimiz foydamiz bo'ldi. Avpada lekin unchalik o'ynayolmayman. Xafa bo'lmaysizlar, ritkus qo'yadigan bitta round. Kallasiga tegdi-ku, o'rtoqlar. O'zinglar sekinlashtirib ko'rib yozinglarmi? Kallasiga tegdi. Krisam. Voy krisa, mana bu bunchalik tezkor 2 ta round просто ketdi-da borku. Mayli, halolinda desak, shu botlar ham qo'shib. Так, ну все, собрались. Hozir yutmasak bo'lmaydi. 2-1 bo'lib ketdi. 3 ta bot yutsa 2 ta bot yutolmayman. O'zimga bitta bot bo'ladi. O'ynashmagan arbob bilan На bomb place. Кидаю гранату. Avpingasan. Men shu sas borku, krisa egana avplar bilan, Кидаю гранату. Опа. Надо. Все, пошли. Пошел. Все, сюда. Granatalar otib o'ldirildi. Krisa.
esa o'sha 3-raund, 4-raundda ham oldi bu. Mana 3-raund. Krisa bo'lganda yorardim, lekin bor-ku. Amali yutqizib bo'ldik endi. Ya'laman, bratchi. O'zingchalik krisalik qilib o'ldirmoqchi eding-da, AWP'da o'tiribdi mana bu. Boshqasi o'tirmaydimi? Yoraman. Hoppa. Qani jigar chiqinchi, kallangizni ko'rishtinchi. Kallalardan beray. Bu bo'ldi. Dinasiki krisalik. Amma Jiyanni o'zi amallab qo'ydi, Jiyanni o'zi. Bonus masam o'ynab qo'yamiz. Biz bo'ldik, mayli. Durang bo'lib qolgan taqdirda ham o'zi botlar ekanini hisoblayman. Chunki botlar kuchliroq ekan odamdan, chunki endi robotda har qanaqasi. He's on a bomb plate. AWP'nga san. AWP'ni uchirib olaman. O'tib На бомплейсе, минирую. Ikkinchi player kallangizni bir ko'rsatib qo'ying. Voy, berib tashlayapti-ku. Hop, mana. Jigar, nima bo'ldi? Hop, do'stlar, videoni shu bilan ham yakunlasak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, botlar kuchliroq ekan baribir, chunki botlar baribir robot har qanaqa holatda bir xil o'ynaydi. Ham yana qiyin rejimga qo'yganmiz. Hop, video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar videoga. Bu sizlar uchun 3 sekundlikkina ish, men uchun katta mas'uliyat bo'ladi. Kommentariyada yozinglar, keyin safar men shu counter o'yinida prank qilib video olayman. Qanaqa prank, ya'ni qiz bola rolida prank olib ko'rmoqchiman. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, bu rolik olaman, yana ko'proq chiqaraman. Hop, hammaga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.